Boshni yuvib, ko'chaga chiqmang. Sog'liq uchun xavfli. Bugungi kunda ayrim yoshlar orasida ertalab boshni yuvib, ko'chaga chiqish odatga aylangan. Bu holatda ular sochlarni fenda quritishning o'zi yetarli deb o'ylaydi. Vaholanki sochlar ildizi va uning ichki qavati 1-2 soatda ham qurimasligi mumkin. Qarabsizki, buning oqibatida insonda jiddiy kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Ertalab bosh yuvib, sochlarni quritmay ko'chaga chiqish tufayli organizmning immuniteti pasayadi. Ayniqsa, salqin havosida teri namlik holatini uzoq ushlab turishi tufayli surunkali gaymarit, rinit, frontit, tanzillit va otit kabi kasalliklar qo'zg'aydi. Burun va burun yondosh bo'shliqlarining yallig'lanishi nafaqat o'ziga xos kasalliklarni keltirib chiqaradi, balki eng xavfli asoratlardan biri meningitga ham sabab bo'lishi mumkin. Meningitning og'ir oqibatlari orasida miya absessi va miya malatsiyasi mavjud. Miya absessidan so'ng miya malatsiyasi rivojlanadi. Bu esa miya to'qimalarining erishi degan ma'noni anglatadi. Ushbu jarayon juda jiddiy bo'lib, odatda o'lim bilan yakunlanadi. Shu bois yuqorida tilga olingan kasalliklarga chalinmaslik uchun bosh yuvilib, sochlar fenda quritilgach, kamida 2 soatdan so'ng, agar havo harorati juda past bo'lsa, bosh kiyim bilan ko'chaga chiqish maqsadga muvofiq. Tibbiyot 103 rasmiy kanalimizga obuna bo'ling.